Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yengilmas. Bugun biz qirol ilon bo'lmoqchimiz. Buning uchun albatta harakat qilamiz va biz ilonlar mamlakatida ilonlar qiroli bo'lamiz. Qani, like va obuna bosgan bilsangiz boshladik. Xo'sh, mana men boshda birinchi levelman, lekin albatta qirol bo'laman. Bizning maqsadimiz qirol bo'lish. Xo'sh, mana bu hayvonlarni inson biladi. Bo'shga mana shuni qilay. Mobil. Nyam juda shirin. Mana bu kaptachani ham yeya qolay. Bu ilonni qudratli meni yeb qo'yish mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak, boshqa ilonlar o'zidan nima kuchsizini yeya oladi. Men juda tez yeb qo'yishdi. Lekin men taslim bilmayman. Xo'sh, sichqoncha. Kerak emas. Bizga reklamalar kerak emas. Xo'sh. Hadi reklama qo'shirganda. Shirin jonivorlarda. Men 4-o'rin bo'libman qo'yil. Harakat qilaversam albatta 1-o'rin bo'laman. Xo'sh. Onda chiroyli deb qarasam, men ortimdan kelayotgan ilonlarni ko'raman va o'z vaqtida qocha olaman. Xo'sh. Men 4-o'rin ekanman. Tez orada nasib etsa qirol bo'laman. 1-o'rinli ilon albatta ilonlar qiroli bo'ladi-da. Yana reklama qilishibdi. Kerak emas menga bunaqa narsalar. Xo'sh, mana shu yerdagi jonivorlarni yeb men levelimni ko'tarishim kerak. 4-levelni ham bo'y beribman. Yana 4-o'rinman. 3-o'rinman qo'yil. 2 ta raqibim qoldi. Ularni ham yegsam keyin men qirol bo'laman. Mana bu ilonni yesam ham bo'ladi, chunki bundan levelim baland. Qo'yil, leveli ham menga o'tdi. Mana bu ilonni yo'mayman, mendan ham katta ekan. Meni yeyishi mumkin, nabarat qochishim kerak. Tezroq. Men taqib qo'ymayapti. Nyam. Juda shirinda. Mana bularni yesam ham bo'ladi. Qochmoqchisan? Tushundim. Yerim-ku. Ana bu yoqqa kelchi. Bu chiqin ekan. Mana kichkintoy boraversin. Buraya qaytib keladi. Yo'q, kelchisan kichkina. Yedim-ku. Mana qirol ilon, u meni yeb qo'ymoqchi. Tezroq qochish kerak. Meni yeb qo'ymasin tag'in. Mana boshga toj bor, mana shu qirol ilon. Men 2-o'rinda ekanman, o'sha uchun meni yeyishga harakat qilyapti. 2-o'rinman qo'yil. Mana shu qirolni ortda qoldirishim kerak. Buning esa ko'proq yeyishim kerak. Mana tovuqni yesam bo'ladimi? Yedim. Qo'yil, men levelim. Qayerdan keldi bu? O'zi meni yeb qo'yadi. Tezroq qochish kerak. Bu ilonlar qirolni ortda qoldirish uchun men 3000 level yig'ishim kerak. Meni 3000 level oldinda. Bu meni yeyishini taqiq qilmoqda. Lekin men baribir qirol ilon bo'laman. Nasib bo'lsa. Ko'proq yeyishim kerak, levelimni ko'tarishim kerak.
Bundan ham nasib bo'lsa o'zib ketaman. O mana bu super tezlik beradi. Qani yo'q turinglarchi. Qayoqqa? Qochib ketdi mayli. Ratishga yuraversin. Tog' ustiga chiqaychi. Bu yerda ham taomlar juda ko'p ekan. Men hali ham ikkiyo'rindaman. Qirolga yetib ololmayapman. Bu juda katta levelga ega. Harakat qilaveraychi, balki yetib olarman. Mana ekan qurollar. Qayerdan chiqdi? Tezroq qochish kerak. Lekin u yoqdan chiqishi mumkin. Men qayerligimni ko'rib turibdi, menga o'xshab. VIP zonadan chiqdimmi hozirgina? U VIP zonaga kirgangan demak, level ham albatta VIP bo'ladi-da. Bu yerga kirish uchun esa roboq kerak. Menda esa ular yo'q. Mayli, halol yo'l bilan. Ibn shoshmachi. Nima bo'ldi? Men birinchi o'rinman. Men qirolman. Mana. Meni boshimga tosh turibdi. Demak, men qirol ilonman. Qoyil. Yashasin. Shuncha mehnatimga yarasha like bilan ham bosib qo'ying. Axir men qirol bo'ldim. Maqsadimga erishdim. Qani qirol bo'lib o'ynab ko'raychi. Men yaxshi qirolman. O'zimni mamlakatimda o'z aholimni yeb o'ldirmayman. Ilonlar meni davrimda mazza qilib yashashsin. Mayli, ularga ozodlik beraman. Eski yoz qiroldek ularni o'ldirmayman. Mazza qilib yashashsin men davrimga. Mening mamlakatim ular uchun. Men birinchi o'rinman, qoyil. Mana ilonlarim mazza qilib yashanglar. Eski qiroldek sizlarni o'ldirmoqchi emasman. Men davrimda mazza qilib yashanglar. Mana ovqatlarni yega, yana ular tojni olib qo'ymasin mendan. Xo'sh. Mana shu cho'qqa chiqaychi. Juda mazali ovqatlar. Yo'lqini tovuq. Nyam. Qo'yib ilonlarni maza qilib yurishibdi. Eng qudratli esa chempion o'zimman. Mana shu tog' meniki. Uni ustiga turib barcha ilonlarimni kuzataychi. Nima qilishayotgan ekan? Mana bu yerda tovuq. Mana tovuqni nega yormadim? Uni yeyishim men levelim 10 ming bo'lish kerak ekan.
Bu levelni yaş oson emas. Lekin men uddalayman va bu tovuqni albatta yeyman. Men shuncha men to'jim qayerga ketdi? Nima qilib emasman? Men ikkinchi o'ringa tushib qoldim. Nima qilib emasman? Qochib qoldi, o'zi meni yeb qo'yishadi. Oh, yeyishdi ham. Nima qilib emasman? Kimdir meni o'zi ketdi. Jinursan. Meni qolib bo'lsam bittasini ham tirik qoldirmayman. Meni o'zib ketib, meni yeyapti la'nati. Qarab turishni qurol bo'lay, hammasiga ko'rsatib qo'yaman. Ularga yaxshilik yarashmaydi. O'z qurol bo'lay, unga ko'rsatib qo'yaman. Tezroq yeya qolay. Levelimni qancha ko'tarsam, juda tez qurol bo'la olaman. Tezroq yeyish kerak. Nima, ro'g yordamida levelni ko'taryaptimi? Darrov 5000 bo'ldi. Endi ham ro'g bo'lgan dedi. O'zim bilardim nima qilishni. Qurollik ham uzoq davom etmadi. Men hali unga ko'rsatib qo'yaman. Qurol bo'lay, berib bitta ham yo'q qolmaydi. Qilganlaringiz uchun jazolaringizni olasizlar. O'zingizga tezroq qochish kerak, meni qo'ymasin. Meni yaqin qo'ldi. Ultimate. Men soatiga 2000 men levelim 2,5 unga 6,5. Undan ham ko'proq. Unga yetolmayman shekilli. Nima qilsam ekan? To'g'ri levelga ishlab kerak. Mana qurol boshqa yo'llarni ham yapti shafqatsizlarcha. Men 3-o'rinda qoldim. 1-o'ringa yana bitta ko'tarilib ketdi. To'g'rilamda ko'tarilgan bo'lsa kerak. Nima 2-o'rinmi? Mana lonchani yesam levelim ko'tarilib ketadi. Bu yoqqa kel. Qayerga ketmoqchisan? O'zingni yeb qo'y. Mana yaksam, men tushga olsam bo'ladi. Oh, ketdim. Aytibdi, tushga olsam bo'ladi, mana shunday qilib o'ynasam. Hozir tutib bo'laman. Sen leveling ham meniki bo'ladi. Va men ko'tarilib ketaman.
Qurolmasli VIP zonaga kirganda robot yordam. Shu jalb ko'tarilib ketgan. Endi ham robot bo'lganda edi. Endi qochon qilgan. Oyun var diyelim. Ne level up? 4350 böyle. 4350. Lekin bu ham kam baribir. Men 5 daqiqa bo'lsa qurol bo'la oldim. Lekin kim baribir yana qurol bo'lmadi. Mendan tortib olishdi qurolligimni. Yaxshi keldi. Mushkillarni tutamanlar qurolni o'ljalarga aylanmagan yana. Yo'q dedim. Hozir bu so'zga o'tmasam nima mana shu videodan chiqasan. Mana shuni tutib olib 200 ekanligi. Bir tutib olsam ham yaxshigina ko'tariladi lekin. Asıl içeride biliyorum olsam. Ya, daha fazla oldu bu indir tutuyordum. Ağzı kolum uçasın. Ya kalkonun bu koyken tamam. Hoş kalkonun küçük geldi ben de onu tutup olamam. Baribir qocha olmaysan. Qalqonning kuchini tugamayapti. Bu mana. Qurolimiz bu. Qurol lozim endi qochish kerak. Yedi ham. Ozgina do'nni yeb qo'ydi. Yetib olay debdi-ku. Level 26.000. Meniga esa 4.000 xolos. Hech qachon qurol bo'lmayman shekilli. Uy, siroq qochish kerak. O'raga kirib qochish kerak, o'raga kirib. Tezroq. Yo'q, tomonga. Tezroq qoch. Keldi-ku. Tezroq qochish kerak. Bu ilan kim bo'ldi? Qo'ydim yedim. Levelim 5000. Qo'yam yo'q, qo'yapti. Yo'q, VIP zonaga kirib ketdi. İnan boşta ilanlar mı böyle? Ulan robot'a tıkladım. Neyse ölçülme yaptı. Ben gerekmez. Böyle kere yok.
Şu yeşilli olan böyle orada. Ukrol yuk zonaga roboq yordamida kirgan. Roboq esa ish qilib topganda, menga esa roboq yo'q. Yuk zonaga ham kira olmayman. Qirolga ham yeta olmayman va qirol bo'la olmayman. U mendan 15,000 level oldinda. Men soatiga 5,000 level, 30,000 levelda. Unga yeta olmayman. Chunki menda roboq yo'q. Menda ham roboq bo'lganda-mi? Yuk zonaga kirardim va katta parrandalarni yeb hech bo'lmasa 5 daqiqa qolib berdim-ku o'sha o'yinga kirguncha. O'sha qolib bo'lganim evaziga ham mehnatlarim evaziga ham like va obunani bosinglar. Bugungi videomiz tugadi. Keyingi videolargacha xayr. Like va obuna esdan chiqmasin. Men taslimman. Mayli xayr.